Alo, qani, yaxshimisan, tinchmisan? Bormisan? Shu bitta savol qo'ymayapti-da. Bekatda kutib turgan odam, avtobusda yo'lovchi, oshxonada xo'randa, uyda farzand yoki ota-ona, xotin, bola, chaqa, ishda xodim, jamiyatda bir nusxa, pasportda fuqaro, davralarda do'st, kinoteatrda tomoshabin, kutubxonada o'quvchi. Shu yolg'iz qolganda-chi, yolg'iz. O'shanda kim? Sanab o'tilganlarni birortasida bormi deymi bu o'zi? O'zi qayerdasan? Alo. Bormisan? Abonent hozir javob bera olmaydi. Istasangiz qisqa signaldan so'ng